Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Bog'ot avtosavdo kanalına obuna bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, bugun hurmatli obunachilar 13-oktyabr 2025 yil sizlarga Bog'ot avtosavdoni birinchi filialidagi общий avtomobillarni bir yandan qisman men tanishtirib chiqaman. Kelsangizlar, avtokredit, avtobarter, naqd pul asosida shu mashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilaman, bemalol kelib shu yerdan ishonchli va sifatli mashinalar xarid qilishingizni. Bedek mashinalar ham shu olib sotilib egallab beradi. Bizlar shular aytgan narxi ma'lumot bo'yicha chiroyli qilib ko'rib o'tiribsizlar, savdo qilib o'tiribmiz. Mashin ko'p, Vibur ko'p, hurmatli obunachilar, bemalol kelaverasizlar. Qaranglar, bizda hozir aytchakim Vibur kam bo'lib turgan mashinalar oldin aytib o'tdi videoni. Nexia 1, Nexia 2 lar kam bo'lib turibdi. Masalan, 40-60 oralig'ida sotiladigan Nexia'laringiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Birinchi filial. Başladık. 2025 3000 kilometr yurgan, kraskasi toza, metan gaz va pokoleniya. Bog'ot avtosavdoda sotuvda avtomat ko'rofga bahosi 135 million so'm. Krediti 38 million bilan to'lab beramiz. 4 million 100 ming so'mdan chiqadi elektron. 5 yil kredit beramiz. Navbatdagi 2024-yil avtomat 12 ming probeg, kraskasi toza, pokoleniya metani bor. Cobalt avtomobilimiz Bog'ot avtosavdoda sotuvda 158 million so'm. 30 million bilan kredit beramiz. 4 million 100 dan chiqadi elektron 5 yil. Mexanik avtomat diskalar qo'yilgan 2023-yil zapaski ham diskada 27 ming probeg, kraskasi toza, metan gaz bor. Bahosi 154 million so'm. Kelishib beriladi. 24 million bilan kredit beradi. 5 yil 4 million so'mdan chiqadi elektron. Mexanika style. Gentra 2015, 2014 135 ming yurgan, kraska toza, metan bor. Bahosi 100 million so'm. Mashina egadan olib sotilib o'tmagan avtomobilimizda 4 ta yumshoq bo'lgan majiga chexol puli ham mavjud. Mashinamizni bir detalini ham kirish demayman, hurmatli obunachilar. Sho'rlanib inovat olasizlar. Mashina pisandli mashina, poygaga haydalingan, bahosi 100 million so'm. 30 million bilan kredit beramiz. 3 yil 3 million 900 dan chiqadi. Gentra 2022 43 ming yurgan, kraska toza, metan gazda qo'yilgan, bahosi 140 million so'm. 20 million bilan kredit beramiz. 3 million 900 dan 5 yil kredit chiqadi. Mexanika bo'ladi. Midnight Cobalt shot sifratga salondan turgan 0 probegi. Avtosavdoda 162 million so'm. Kelishib beramiz. 24 million bilan kredit beramiz. 4 million 200 dan 5 yil kredit chiqadi. 2 kunlik mashina o'tgan yil salondan chiqqan. Onyx. Bu 6-pozitsiya Premier bo'ladi. 41 ming probeg, kraska toza, metan gaz bor. Avtosavdoda sotuvda bahosi 177 million so'm. 177 million so'm. 39 million bilan kredit beramiz. 5 yil 4 million 400 ming so'mdan chiqadi elektron. Navbatdagi avtomobilimiz Gentra mexanik 2023 metani bor. 10 ming probeg, kraska toza, bahosi 150 million so'm. 25 million bilan kredit beramiz. 4 million 200 dan chiqadi elektron. 5 yil mexanika style. Gentra 2022-yil 60 ming probeg, kraskasi toza, metan gaz bor. Bahosi 138 million so'm. 18 million bilan kredit beramiz. 3 million 800 dan chiqadi elektron. Avtomobilimiz 5 yil kredit chiqadi. Cobalt. Navbatdagi Cobaltimiz 2022 44 ming probeg yurgan. Avtomobilimiz metan gaz, kraskasi rodno, mexanika bo'ladi. 2022-yil 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Bahosi 143 million so'm. Kelishib beramiz. 33 million bilan kredit beramiz. 3 million 500 dan chiqadi elektron. Avtomobilimiz hurmatli obunachilar 5 yil kredit chiqadi. Navbatdagi avtomobilimiz Gentra avtomat 2023 2000 yurgan, kraska toza, benzinda ABS maytavon lyuk diska bor. Birinchi nomer olingan. Avtomobilimiz sotuvda 182 million so'm. 40 million bilan kredit beramiz. 4 million 700 dan chiqadi elektron. Avtomobilimiz 5 yil kredit chiqadi. Navbatdagi avtomobilimiz 2024 32 ming probeg, kraska toza, metan gazi bor. Avtomobilimiz avtomat style bo'ladi. Tayyori sotuvda bahosi 158 million so'm. Tak, 30 million bilan kredit beramiz. 4 million so'mdan chiqadi elektron. Hurmatli obunachilar, avtomobilimiz 5 yil kredit chiqadi. Cobalt 2022 40 ming yurgan, kraska toza, metan bor. Bahosi 143 million so'm. 25 million bilan kredit beramiz. 3 million 700 dan chiqadi elektron. Avtomobilimiz hurmatli obunachilar 5 yil kredit chiqadi. Yumshoq balonlar ham qo'yilgan, holati zo'r. Gentra avtomobilimiz 2022-yil 18 ming probeg, kraskasi toza, avtomobilimiz metan gazlari bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan, holati zo'r dinam. Avtosavdoda sotuvda bahosi 140 million so'm. 13 million bilan kredit beramiz. 3 million 900 dan chiqadi elektron. Aziz yurtdoshlar, avtomobilimiz 5 yil kredit chiqadi. Shot spravka Gentra qidirib yurgan obunachilarimizda 0 probeg Gentra. Benzinda, kraska toza. Avtomobilimiz birinchi nomer apparamada turibdi egalari. Mexanika style ABS maytafonlari bor. Bahosi 160 million so'm. Birinchi nomer olib beradilar. Malibu 1
2013 yıl 160 bin euro kraskasi, bir eşkinde var, metan gazı var, bakası 140 milyon so'm. Gelişip beramiz Xudo xolasa. Bemalol naqd kredit barter asosida xarid qilaverasizlar. Malibu 2, hurmatli obunachilar, sizlarga Malibu 2 avtomobilimizni reklama qilib beramiz Xudo xolasa. 2020 yil 2lik turbo Malibu, 4 dona yumshoq balon, kraskasi 100% rodnoy, 55 ming probeg kirgan. O'zi polniy primer desak ham bo'ladi. Mashina bir abduf yo'q bunda. Qilgan joyi polniy primer. Bahosini aytadigan bo'lsak, benzin bu. 335 milyon so'm. Avtomobilimiz 100 milyon bilan kirib beramiz. 6 milyon 800 ming so'mdan chiqadi turadi. Avtomobilimiz 5 yil kirib chiqadi. 2023 33 ming yurgan kraska toza, metan gazi bor, avtomat, stal, kobaltimiz 158 milyon so'm. Bemalol naqd kredit barter asosida xarid qilaverasiz. Avtomat, stal bo'ladi. 40 milyon bilan kirib beramiz. Yo'q, mexanika stal ekan. Uzilish o'rnida adashibmiz, mexanika stal. 40 milyon bilan kirib beramiz. 3 milyon 600 dan chiqadi turadi. 5 yil kirib beramiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2024 10 ming probeg yurgan, metan gazlari bor, avtomat stal kobaltimiz 160 milyon so'mdir. 30 milyon bilan kirib beramiz. 4 milyon 100 dan chiqadi turadi. Avtomobilimiz 5 yil kirib beramiz. Midnight qora kobaltimiz 2025 0 probeg, haftalik mashina salonda yotib turgan avtomobilimiz benzinda bo'ladi. Bahosini aytadigan bo'lsak 166 milyon so'm, shot spravka 0 probeg. Midnight 2025 5 ming yurgan kraska toza, metan bor. Bahosi 168 milyon so'm. Naqd bo'lsa beriladi. 40 milyon bilan kirib beramiz. 4 milyon 100 dan 5 yil kirib chiqadi. Xarid qilaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz 2024 kraskasi toza, 2000 probeg yurgan, metan gazlar qo'yilgan, avtomat stal kobaltimiz avtosavdoda sotuvda. Bahosi 162 milyon so'm, 34 milyon bilan kirib beramiz. 4 milyon 100 dan chiqadi turadi. Xarid qilaverasizlar. Cobalt Midnight 2025 1000 kilometr yurgan, kraskasi toza, birinchi nomer olingan. Avtomobilimiz avtosavdoda 168 milyon so'm, 40 milyon bilan kirib beramiz. 4 milyon 100 dan chiqadi turadi. 5 yil kirib beramiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2024 7 ming yurgan, kraska toza, metan gazi va pokoleniya. Avtomobilimiz avtosavdoda 160 milyon so'mdir. 35 milyon bilan kirib beramiz. 4 milyon so'mdan chiqadi turadi 5 yil. Cobalt mexanika 2023 13 ming probeg yurgan, kraskasi toza, metan gaz yumshoq balon qo'yilgan, mexanika style bo'ladi. 160 milyon so'm. 2023 mexanika Darkman Blue 40 ming yurgan, kraska toza, metan bor. Bahosi 150 milyon so'm. Mexanika style bor. Navbatdagi mexanika 2024 15 ming probeg yurgan, kraska toza, metan gazi bor. Avtomobilimiz sotuvda. Xarid qilaman desangizlar 160 milyon so'm. Naqd kredit barter asosida xarid qilishlaringiz mumkin. 40 milyon bilan kirib chiqadi. 3 milyon 800 dan tushib turibdi. Oylik turadi 5 yil. Nexi 2 avtomobilimiz 2015-yil Donus motor, lyuks konditsioner bo'ladi. Avtomobilimiz avtosavdoda sotuvda. Bu 130 ming yurgan, 100% rodnoy. Qalin ishlanganda qo'yibdilar. Bo'g'ani egalari javobda qo'yibdi mashina. Chexol poli yumshoq balonlar qo'yilgan, lyuks konditsioner Nexi 2 avtomobilimiz 68 milyon so'm, 15 milyon bilan kirib beramiz. Oylik to'lovi 3 milyon 100 dan chiqadi. Lyuks konditsioner Donus motor 2013-yil, kraskasi bor, 15% 190 ming yurib turgan, metan gazlar qo'yilgan, Nexi 2 sotuvda. Bahosi 55 milyon so'm. 12 milyon bilan kirib chiqadi. 2 milyon 500 dan tushadi turadi. Avtomobilimiz 3 yil kirib chiqadi. Lyuks konditsioner Donus bo'ladi. Navbatdagi gibrid 2011-yil 250 ming yurgan, kraska asli qilingan, metan gazi bor. Nexi 2 avtomobilimiz 50 milyon so'm. 10 milyon bilan kirib beramiz. 2 milyon 200 dan tushadi turadi. Xarid qilaverasiz. 3 yil kirib chiqadi. 2011-yil 180 ming yurgan, kraskasi joy ishlangan, metan gazlari bor. 180 ming yurib turgan Nexi 2 avtomobilimiz gibrid Pollux bo'ladi. Bahosi 50 milyon so'm. 15 milyon bilan kirib beramiz. 2 milyon 200 dan tushadi turadi. Avtomobilimiz, hurmatli obunachilar, 3 yil kirib chiqadi. Donus 2009 190 ming yurgan, kraskasi qilingan, metan gazi bor. Nexi 2 avtomobilimiz 40 milyon so'm, 10 milyon bilan kirib beramiz. 3 yil 1 milyon 700 ming so'mdan chiqadi. Matiz, hurmatli obunachilar, 2007-yil 275 ming yurgan, kraskasi qilingan, metan gazi bor. Bahosi 33 milyon so'mdan yashirib beramiz. Pollux.
Lasetti 2010 yıl 155 bin yurgan. Kraskasi arka kaleninde var. Metanı var. Bakası 72 milyon so'm. 23 milyon bilan kirat beramiz. 2 milyon 800 chadar turadi. İkinci payda ise mexanika Lasetti 3 yil kirat beramiz. Spark avtomobilimiz 2014 yıl 210 bin yurgan. Klassik asfalt qilingan metan gazi bor. Bakası 60 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Chexol poli yumshoq balonlari bor. 10 milyon bersangiz 3 milyon 100 kadar turadi. Naqd pul kredit asosida xarid qilyapsiz hisoblang. 2019 yıl 120 bin yurgan metan gazlı. Propan gazı var ekan. Nexia 3 avtomobilimiz 88 milyon naqd pul olsa beriladi 88 milyon. 15 milyon bilan kirat beramiz. 3 yilda 4 milyon 500 ming so'mdan chiqadi. Xarid qilishlaringiz mumkin. Avtomat Nexia 3'imiz 2017 yıl 55 bin yurgan. Kraskasi bor. 5% metan gazlari bor. 93 milyon so'm. Avtomat Nexia 3 hurmatli obunachilar, benjli salon, Magicar pult, video registrator, yumshoq balon, metan gaz qo'yilgan Nexia 3 sotuvda. Normal sana hurmatli obunachilar, 93 milyon avtomat. Spark mexanik 2019 95 ming probeg bilan klassik toza metan gazi bor. Avtomobilimiz avtosalonda 85 milyon so'm turibdi. Çok asfalt mexanik 18 milyon bilan kirat beramiz. 2 milyon 150 ming so'mdan chiqadi kilo kirat qilasizlar. Bu yan tarafimizda 2022 yil ishlab chiqarilgan Damas. 23 ekan ben. 2023 yıl ishlab chiqarilgan Damas. 46 ming yurgan klassik toza metan gazi bor. Avtosalonda 85 milyon so'm, 11 milyon bilan kirat beramiz. 3 milyon, 2 milyon 300 ming so'mdan 5 yil kirat chiqadi. Navbatdagi Damas'ımız 2020 yıl 100 ming probeg bilan klassik toza metan gazi bor. Avtomobilimiz 65 milyon so'm. Xarid qilarsiz 2020 yıl. 2022 yıl 40 ming yurgan klassik toza, klassik bor ekan. 15-20% da klassik bor ekan. Metan gazi bor. Bahası 70 milyon so'm xarid qilasizlar. Damas 2022 yıl 25 ming yurgan. Mashinamizda shu manzarasi, yumshoq balon, nomer, metan bor. 25 ming turibdi. Bahası 73 milyon so'm. Xarid qilishlaringiz mumkin. Damas navbatdagi 2021 99 ming yurgan klassik toza metan chexol polik bor. Avtomobilimiz avtosavdoda. Tak, buni bahası 60 milyon so'm naqd pul. Navbatdagi avtomobilimiz 2025 1000 kilometr yurgan, birinchi nomer olingan Damas. Bu 95 milyon so'm. 28 milyon bilan kirat beramiz. Oylik to'lov 2 milyon 300 ming so'mdan chiqadi. Navbatdagi avtomobilimiz Matiz 2012 yil 131 ming yurgan klassik zanjir ishlangan metan gazlari bor. Bahası 40 milyon so'm. Polux Matiz. Matiz navbatdagi 2009 yil 200 ming probeg yurgan klassik zanjir ishlangan metan gazi bor. Bahası 33 milyon so'm. 12 milyon bilan kirat beramiz. 1 milyon 100 ming so'mdan chiqadi. 3 yil kirat beramiz. Matiz kredit davom etish variant orqali xarid qilaman desangizda 2017 yil 300 ming yurgan klassik zanjirlarda bor. Avtomobilimizda metan gazlar qo'yilgan. Eldindan oylik to'lov 3 milyondan chiqib turibdi. 3 yillik grafik asosida ishlangan. 3 milyon to'lab, o'zini 1 oylikni to'lab olib ketaverasizlar. Navbatdagi 2007 yil 250 ming yurgan klassik asfalt metan gazi bor. Matizimiz 21 milyon so'm. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2009 yil 109 ming yurgan klassik bir eshikida va metani bor. Bahası 35 milyon so'm. Nexia 1 aziz yurtdoshlar 2008 yil 300 ming yurgan klassikasi bor. 15% metan gazlari bor. Bu Nexia 1 avtomobilimiz 32 milyon so'm xarid qilaverasizlar. Nexia 1 2008 yil 149 ming klassik asfalt qilingan metan gazlari bor. Avtomobil avtosalonida 45 milyon so'm. Tramblor lyuks konditsioner bor. Hurmatli obunachilar, kelishni tavsiya qilamiz. Kelsangiz xudo xolasa mashina ko'p. Kuzatib o'tirganlaringiz uchun rahmat, kelaverasizlar.